Buvijon yoshingiz nechida? 83 ga to'ldim. Yoshim 81 da. Yoshim 78 da. Xudo xolasa 50 ga yaqinlashib 48. 37 da. Inson 37 yoshida o'zini qanaqa his qiladi? Men kechroq uylanganman 30 da. Erkak kishi 40 yoshgacha tabib bo'lsin deydi. Tabib bo'lmasa yaxshi tabibni izlab topsin deydi. Inson qarimas ekan. Qalbi o'ziga qarishi mumkin, fizik qarishi mumkin, ammo qalbi qarimas ekan. Nuh alayhisalom 950 yil yashagan ekanlar. O'shanda bir darvozadan chiqdim-u, bir darvozaga kirib ketmayman degan ekanlar 950 yil yashaganlarida. Alloh taolo 3 marta quvvat berar ekan insonga. Birinchiga tizzasiga berar ekan, chunki tizzasi shu bola tizza bilan yuradi, keyin o'tirib o'qiydi. Tizzada o'tirib esbaydi, tizzada o'tirib o'qishganda, hozirga o'xshagan parta bo'lmagan, tizzada o'tirib o'qishgan, to 7-kuncha o'qishgan, ilm olishgan. Keyin Alloh yigitlarga beliga quvvat berar ekan, ayollarga beliga quvvat berar ekan. Keyin qariganda chakaga quvvat berar ekan chollarni. Bu nimaga desa, shu chollarga chakaga quvvat berib, butun o'tgan umrini o'sha ko'rgan narsalarni farzandlariga o'rgatib ketsin, meroslariga o'rgatib ketsin, merosxo'rlariga deb chakaga quvvat berar ekan. Ocharchilik, qahatchilik, qimmatchilik urushlarni ko'rdik, har xil voqealarni ko'rdik. Bir-biridan qiziq. O'zim ham 1-2 urushga qatnashdim. Ovqat olib kelganda qishdan ham qattiq bo'lib qolgan edi bo'lkanlarda. Mana shunaqa kunlarni ham ko'rdik. Endi 83 yoshingizda o'zingizni qanaqa his qilishingizni o'tgan hayotingiz davomida bilish mumkin-da. Har kimning hayoti har xil vaziyatda bo'ladi, har xil hol. Masalan, meni hayotimni oladigan bo'lsa o'zi, Xudoga shukr, biz mana shu Hazrati Imomni oldilarida Ziyoda qorakan otalari, Eshobuxon akalarni, ulamolarning o'rtasida shu yerda katta bo'lganmiz, tug'ilganmiz, o'sganmiz. Meni otamlar 1898-yili tug'ilganlar. 105 yoshlarida ko'milganlar shu yerda. Xudoga shukr, biz o'sha odam orqalaridan 9 yoshimizda 5 vaqt namozga, sajdaga bosh qo'yganmiz. O'qiganmiz, buvimlardan ilm olganmiz. O'sha buvilarimiz bizani 5 vaqt namozlarga solishgan, lekin halol haromni ajratishi birinchi ochib qo'yilgan. Birinchi ochirda inson hurmatini joyiga qo'yish, halol haromdan hazar qilish, bularni hammasini bizga buvimlarning orqalaridan Juda yaxshi so'z beraman. Umralarga borganimda ham faqat o'zim hamma amallarni bajardim. Shuning uchun mana shu bolalarimga meni ko'p aylantirib turinglar. O'tirib qolmaslik kerak, harakatda bo'lish kerak. Yosh o'tgan sari jonini ayab o'tirib qolsa, keyin bolalariga qaram bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun har doim harakatda bo'lib turish kerak. Ko'p odamlar aytadiki, meni mehnatni qaritdi deyshadi. Mehnat qaritmaydi, g'am qaritadi odamni. Allohga behisob shukr, bolalarim hammasi aqlli, xushli, insofli, doim nima desam xo'p deydigan farzandlarim bor. O'shani natijasida doim ruhim ko'tarinki ruhda yuraman. Lekin sabrda ham gap ko'p. Sabrli bo'lish kerak o'zi odamzod. Sabrli bo'lsa ham ruhi doim tetik bo'lib yuradi. Sabrsizlik qilsa hamma narsadan o'zi ezilaveradi, o'ziga olaveradi, xafachilik ko'payaveradi hayotida. Shukrona bo'lish kerak. Shukronalik ham katta tajriba odam uchun. 50 ga yaqinlashib borayotgan inson o'zini qanaqa his qiladi? Har doim xuddani yoshdek tuyulasiz. Ana yoshida qanday bo'lsa, qalb o'zgarmas ekan. O'zingizni yosh qilib his qilaverar ekansiz. O'shanaqa bilan gaplashib yurganingizda ham ana katta bo'lganingizni bo'yningizga olgisi kelmas ekan baribir. Bu yerdan aytavdim, qalbingizda o'sha maktabda o'qib yurganda shunaqa tuyulaverar ekan. Insonni qanaqa sifati o'zini baxtsiz qiladi deb o'ylaysiz? U xud boymi, kambag'almi yoki nochormi boshqami, lekin qalbida iymon bo'lsa, u hech narsadan o'sha kamman demaydi-da. Hamma narsaga shukr qilishni o'rganadi hayotda. Misol boriga shukr qila oladi. Hani birovlarga aytganingiz mana hozir g'ayr deyapsiz-ku. Allohni tanigan odam menimcha g'ayrlikdan ham kamroq bo'ladi. Nimaga desangiz, ko'proq o'limni eslash kerak-da. O'limni eslansa, o'sha boylik ko'zga ko'rinmas ekan. Nimaga hammamiz o'tamiz, boy ham o'tadi, kambag'al ham o'tadi. Buni borganimizda savol-javob hamma iymondan, e'tiqoddan, namozdan bo'ladi shu narsalar. Eng kerak mashinalarni birinchi o'ringa qo'yib olsa, hammasi o'zi yaxshi bo'lib ketar ekan. Yo'q, xotirjam bo'lib qolar ekansiz.
xalqimiz orasida hozir oqibat kamayib ketayotgan ekan. Bunga o'sha o'zingiz yashab o'tgan davrlar, o'sha urush davrlaridagi holatlar qanaqa bo'lgan edi? 1925-yilda qattiq qahatchilik bo'lgan Rossiyada. Ocharchilik bo'lgan, qahatchilik deganda ocharchilik boshqa, qahatchilik boshqa. Qahatchilikda hech narsa topilmagan, qimmatchilikda topiladi, ammo qahatchilikda topilmagan, hech narsa bo'lmagan. Shunda Rossiyada bu bo'lgan voqea Rossiyada ayollar kichkina bolalarni so'yib, katta bolalarga yedirib, o'lib ketmasin, hammasi qirilib ketmasin deb bergan. O'sha paytda yozilgan Toshkent Gorod Xlebniy degan kitob o'sha paytda 25-yilda yozilgan. Buni biz yozmaganmiz. Bu Toshkentga nom qoldirgan o'sha paytda voqean. Bunga sababi bizning dinimiz, o'shanga mustahkam turganimiz sabab. Lekin payg'ambarimiz aytganlar, kim bitta yetim boqmagan bo'lsa, men bilan jannatda yonma-yon turadi degan. Hamda qo'llarini qilib, men bilan mashina yonma-yon turadi deb aytganlar. O'shaning uchun bizning xalqimiz bolasiga qaramasa ham yetimga, qo'shniga qarab, mana shunaqa narsalarni o'tkazgan. Endi qo'ni-qo'shnini oqibati qanday bo'lgan desangiz, mana bitta bizning qo'shnimiz bor edi. To'lagan Karvon degan odam bor edi. To'lagan Karvon chol edi. Bir kun men akam chiqsa, qozonga narsalarni, o'tlarni solib qaynatayotgan ekan. O'tlardan ham ovqat bo'ladi, tishibdi. Bu debdi palonchini qozoni qaynamayapti, hech kundan beri demasin odamlar deb shuncha haq qo'ydi bolam debdi. Ularga ziyon bo'lmasin, qo'shnimiz ham och ekan demasin deb qarang, qo'shnisini asrash uchun eski paytda bir-biriga mehr-oqibat chinuygi bo'lardi har bittasini eshigini to'g'ri. Chinuydan u qo'shniga bu qo'shniga chiqib o'tirmasdan ovqat nima qilishardi. Ovqat qilganda bir kosa almashishardi ovqat. Nima deb o'ylaysiz bujon? Sabr toqatli bo'lish yoshi ulg'aygan sari keladimi yoki tajriba orqasidan keladimi? Tajriba orqasidan keladi sabrli bo'lish. Ko'raverasiz, har xil hayotda ko'raverasizda, bu men bu sabr qilmovdi, hayoti o'xshalmadi deysiz. Men bu odamlar sabrli bo'ldi, mana yuzaga chiqdi, hayoti chiroyli bo'lib ketdi, bolalari chiroyli tarbiya oldi deysizda, yoshingiz o'tgan sari o'zingiz shu sabr qanoatda gap ko'pligini his qilib boraverasizda. Inson baxtli bo'lish uchun qanaqa sifatlarga, qanaqa xarakterlarga ega bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Tani insonmi eng keragi baxt o'shanda. Tani sog'lik bo'lsa, qolgan narsa hammasi vaqt soati bilan bo'laveradi deyman. O'zini o'zi eplab yurgan, 80 ga borganda ham o'zini o'zi eplab yurgan odam baxtli hisoblanadi. Hamma ham o'zini o'zi evlamaydi, qancha qariyalar o'tirib qoladi, oyog'im og'riydi, belim og'riydi deb yurolmay qolishadi o'zini ehtiyotlab. Lekin ko'proq mehnat qilgan odam yaxshi yashar ekan. Shuni doim hayotda ko'rganman. Endi odamlar baxti orqasidan quvadi. Yo'q, baxtni ham orqasidan quvish kerak emas ekan. Nima uchun? Baxtli bo'lganingiz bilan orqasidan baxtsizlik keladi. Yaxshilik kelgandan keyin orqasidan yomonlik keladi. Eng qimmat narsa bu dunyoda tinchlik, osudalik hisoblanadi. U tinchlik, osudalik har kimga emas, faqat bu ilm orqali bo'ladi. Shu, masalan, Rothschild, Rockefellerlar 107 yoshida Rothschild olamdan o'tdi. 7 marta yuragini almashtirdi. 20 trilioni bor odam. Endi o'ylang, 20 trilioni bor odam qalbi xotirjam bo'lmagandan keyin oddiy inson qancha pul topib nima qachon xotirjam bo'ladi? Xotirjamlik bo'lmaydi puli bor odamda. Epikur aytadi-da, siz boylikka erishib tashvishlardan qutulmoqchimisiz? Yo'q, tashvishlaringiz ko'payadi. Tohir Malik ustozimiz ham aytadilar. Agar boylik baxt keltirganda edi, boylarning xonadonida bir dona ham janjal bo'lmasdi edi. Tekshirib ko'ring, bilasiz ularni. Nima maslahat bera olasiz kitobni endi o'qishni boshlagan, kitobga muhabbatda endi uyg'onayotgan insonlarga? Konfutsiy aytadi, bu do'stlarim, eshitib olinglar. O'zingizdan aqlsizlar atrofida bo'lib qolsangiz, zudlik bilan u yerni tark eting. Va o'qing. O'qing va yana o'qing. Nima uchun? Majbursiz. Ota-onani qadri uchun. Ota-onangiz siz uchun ko'chalarda taksi qilmoqda, avtobuslarda yurib ishlamoqda, 12-13 soat ishlamoqda. Nima uchun ishlayapti? Shu farzandlarim uchun. Endi nimaga o'qimaysiz? O'qishga majbursiz. Ota-onangiz obro'si uchun. Yengilliklar yaratishga harakat qilish kerak. Va kitob o'qimagan inson hayot mashaqqatlariga chidolmaydi. Hayotdan olsang ta'lim bera olmaydi hech bir muallim. 3 ta hayotiy ustoz bor: och qorin, bo'sh cho'mchak, yaralangan qalb. Bularni ko'rmasdan turib hech muvaffaqiyatga erishib bo'lmaysiz, iloji yo'q. Kecha o'qidim Hasan Basriyni gaplari juda yoqib qoldi. Insonlar 3 toifaga bo'linadilar dedilar. Birinchisi ovqatga o'xshaydi. Hech ishing bitmaydi usiz. Ikkinchisi doriga o'xshaydi. Doriga xohlasang, xohlamasang go'go ishing tushib turadi. Uchinchisi kasallikka o'xshaydi. Umuman xohlasan, sen ham ishing tushib turadi.
O'shaning uchun eng qimmat narsa bilib olinglar do'stlarim, yoshlar, kattalar, qalb xotirjamligi. Qalb xotirjamligini faqat sizga kitob bera oladi. Insoniyatning har qanday g'am tashvishlarini faqat kitob yenga oladi. Naqshbandiy aytadi, besamar har bir o'tgan kuningiz sizning dushmaningizga aylanib boradi. O'zingizdan yosh bo'lgan insonlar nimani tushunishlarini xohlardingiz? O'zimdan yosh bo'lgan insonlar hozirgi mahalda eng birinchi o'ringa qo'yish kerakki, oilani mustahkamligi. Oilang mustahkam bo'lsa, keyingi avlod, keyin sendan tarqaladigan zurriyatlar ham o'shanga qarab ketaveradi. Boshida zurriyat ota-onani o'zi nobop bo'lsa, undan tarqagan zurriyatlar ham o'sha holda ketadi. Halollikni ish katta. Halol bo'lsangiz, siz halol topib yeb, bolalaringiz halol bilan boqsangiz, bolalaringiz o'zining bolalarini o'sha halol bilan boqadi. Eng bitta kerak narsa mana shu. Keyin er-xotinchilikning o'rtada eri hurmatini joyiga qo'yish kerak. Eri hurmatini joyiga qo'ysa, bolalariga o'sha onaning orqasidan otani qanaqa hurmat qilish kerakini o'zini bolalariga yetkazib boradi. Aynan nimalarga urg'u qaratish kerak mana shu oilada, farzand tarbiyasida va erni hurmat qilishda aynan nimalarga e'tibor berish kerak deb Endi hozirgi mahallada eng kerakligi er xotin o'rtasida yolg'on gap bo'lishi kerak emas. To'g'ri gap bo'lishi kerak. Kam ko'sti bo'lsa, nima bo'lganda o'shani to'g'ri erga tushuntirish kerak. Er bilan maslahatlash kerak. Erdan sir bekitish kerak emas. Kampir bilan gaplashdik. Biz ham haligi nima qilmoqchi bo'ldik, biznes qilmoqchi bo'ldik o'zimizlarda. Keyin Turkiyaga bordik. Turkiyaga borsak, Suriya ham yaqin ekan. Suriyada ro'mollar yaxshiroq bo'ladi. Suriyaga o'tdim. Suriyaga o'tsam, bu yerda ancha ahvol og'ir ekan Suriyada o'sha paytda. Bundan endi 14 yil oldin aholisi ancha qiynalib yashayotgan payt ekan. Lekin unda ham qani yomg'ir yog'masdan, g'alalar bo'lmasdan ekinda qurg'oqchilik bo'lgan. O'shandagi poshtosi byuro chiqardi. Masjiddagi yomg'ir so'rab duo qilinglar dedi. Mana o'shanda masjidda ichida o'tiraman endi. Yomg'ir so'rab duo qilindi. Keyin tashqariga chiqdik, juma kuni chiqsak, sekin yomg'ir suvlab, o'tdi, yomg'ir yog'madi, ammo suvlab, nima tomdi, yomg'ir tomdi. Pochtasidan chaqirdi, ani domlalarni chaqirib, meni chaqirib, qattiq urishdi, salla dedi, duoing ham o'tmaydigan bo'lib ketgan, gunohlaring ko'payib ketgan, unda degandan keyin keyingi jumaga yana o'sha yerga bordik, o'sha masjidda, katta masjidda, bosh masjidda 2 soatga yaqin juma o'qidik. Domlalar chiqib duo qilib, so'rayverdi, jig'layverdi, xullas kana. Endi o'sha kuni men yo'lga chiqdim. O'tdan Turkiyaga qaytmoqchi edim, Damashqdan. Yo'lga chiqdim, yo'lda ketyapmiz, avtobusda kelyapmiz. Sekin oldin shivirlab boshladi, keyin qattiqroq yomg'ir yog'di. Undan keyin chegaraga kelganda qor yog'ishib o'tdi. Antaliyaga kelganda yuragimda ham qoldi, avtobusda ham yuragimda ham qoldi. Bayda bu gal ko'proq so'ravardi dedi. Soat sal kamroq so'rasa bo'lar ekan. Chunki ko'pchilik bo'lib Xudodan so'rasa, nima so'rasa Xudo qilib beradi. Nima so'rasa. O'shaning uchun odamlar bir-biriga mana hozir biz so'rayveramiz masjidlarda ish qilib, mehr muruvvat bersin avval boshdan. Agar bir-biriga odamlarning mehr bo'lmasa, unga Allohning ham mehri bo'lmaydi. Sen odamlarga mehring yo'q demaysanda, senga Allohning ham mehri bo'lmaydi. Shuning uchun insonga mehr berish kerak, odamlar bir-birini yaxshi ko'rish kerak, chunki Alloh mukarram qilib yaratgan odam zotda. O'zingizdan yosh bo'lgan insonlar nimani tushunishlarini xohlardingiz? Dunyoda nimani birinchi o'ringa qo'yish kerak deb o'ylaysiz? Xayolidan ko'tarish kerak emas. Mana shu bolam qaysi yo'lda yuribdi, to'g'ri yo'ldami? Iymon e'tiqodli qilib tarbiyalash kerak. Iymon e'tiqodli bo'lib tarbiya ko'rgan bolalar ota-onaga hech qachon yomonlik qila olmaydi. Chunki tarbiya to'g'ri bo'lgan odamlar. Agarda e'tiborsizlik qilsangiz, ko'proq davlatga mehr uyg'otib qo'ysangiz, ular ko'proq o'sha yo'lga yo'nalib qoladi-da, ota-onani esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Qariganda, ayniqsa qariganda bola chaqa kerak bo'ladi odamga. Qanaqa insonlar baxtsiz bo'ladi deb o'ylaysiz hayotda? Baxtsiz qiladigan insonlarchi keraksiz gapi ko'p gapiradi. O'ziga kerak emas bo'lgan ko'p gapiradi-da, bolalari ham behurmat qiladi. Mana o'shaning orqasidan ham o'zini keyinchalik oxir oqibat baxtsizlikka uchraydiganlar o'shalar. Chunki ota bolalardan mehr ko'rmagandan keyin eng yomon narsa boladan mehr ko'rmaslik yomon narsa. Bola chaqani mehri kerak bo'ladi yoshingiz o'tgan sari. Shuni men baxtsizlik deyman.
O'zingizni 20 yoshligingizga qaytgan paytda shu bilimlaringiz bilan, shu dunyoqarashingiz bilan 20 yoshligingizga qaytganingizda qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz hozirgi kunga kelib yaxshiroq bo'lish maqsadida? Namoz o'qidardim. Vaqtida boshlaysiz. Namoz o'qib vaqt berardim. Biz ham sal kechroq o'rganmiz, alhamdulillah deyman shunisiga ham. Benamoz o'tib ketmaganimizga ham shukr deymiz-da. Eng kerak shu ekan. Farzand tarbiyasida qanaqa turish kerak deb o'ylaysiz? Balki qattiqroq turgan yaxshi. Endi yoshlikda qattiqroq turasiz, уже 12 dan oshgandan keyin voyaga yetgandan keyin o'rtoq bo'lish kerak. Nima deydi, ichidagi gapini gapira oladigan bo'lish kerak-da, qo'rqmasdan. Insonni baxtli qiladigan amal nima deb o'ylaysiz? Qanaqa insonlar hayotda baxtli bo'ladi deb o'ylaysiz? Hardan birinchi o'chirt ibodatni o'rniga qo'ygan odam baxtli bo'la oladi. Nima beradi? Birinchi o'rinda shu ibodat insonga birinchi o'rinda Xotirjamlik. Xotirjamlik beradi. O'zingizdan xotirjam his qilasiz. Hamma narsa Allohdan berilishini o'zingiz bila olasiz shunda. Allohning o'z va'dasi bor-da. Ibodatingni qil, to'g'ri yo'lda yur, halol yo'lda yur. Rizqingdan men kafil degan joyi bor-da. Yoshlikda mana namoz bir o'qimay olib yoqib yurgan o'ylayverardim. Katta bo'lgan bolalar qanaqa uydan turamiz, qizni qanaqa chiqazamiz, o'zimizni nima qilamiz. Hozir o'ylamayman. 83 yillik tajribangizdan kelib chiqib o'zingizdan yosh bo'lgan insonlarga maslahat bera olasizmi? 5 vaqt namoz, ibodat, oliy maqsad birinchi o'rinda. Birinchi o'rin namoz qo'yish kerak. Birinchi o'rinda namoz qo'ygan hammasi bo'laveradi. Birinchi o'ringa namozni qo'yib, namozni 5 vaqt namoz deb buyurilgan bizga mana Alloh tarafidan 40 yillik stajim bor men ilm orqasida. 5 vaqt namozni qo'yilgan bo'lsa, shuni 5 vaqt namozni hamma har xil o'qiydi. Har xil vaziyatda, har xil anaqa. Lekin amalini bilib qilish kerak. Amalini bilib qilsang, chechga chiqib keta olmaysan. O'sha amal bilan ketaverasan. Eng kerakli narsa. O'zingizdan yosh bo'lgan insonlarga yuragingizdagi bitta maslahatingiz bera olasizmi? Men o'zim kommunist bo'lganman, 40 yoshda islomga keldim. 40 yoshda. Bizda islomiy tushuncha bor, islomiy nima bor. Dunyoda insonga eng mehribon zot bu Alloh. Eng mehribon zot. Ota-onasidan ham mehribon Alloh bor. Eng mehribon zot bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bizlar uchun ota-onadan ham mehribonroq, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ota-onadan ham mehribon zot bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu dunyoda ham zot, bu dunyoda ham zot. Hech kim iymondan ayirmasin. Shu Alloh borligini bolalarga tushuntirib qo'ysin. Ilmi bor inson nima farqi bor ekan bilasizmi? U o'limni poylamaydi. Kitobni davomi nima bo'lar ekan deb yashayveradi. Bo'ldi, kitobni davomi nima bo'ladi? Nima uchun mana bir ayol kishi klientim bordi, 97 yoshga chiqqan o'zbek ayol. Bunaqa kam holat. Shu ayol nima deydi bilasizmi? Bolajonim, men yashagim keladi deydi. Xola, nima uchun yashagingiz keladi? O'z oyoqda yuradi. O'zi kelib kitob olib ketadi. Nima yashagingiz keladi? Xola desam, kitob o'qiyman-ku, davomini bilgim keladi, yashagim kelaveradi. Bo'ldi, umringiz oxirigacha yetadi. Einsteinga ham yetishgan ekanda, maslahat bering menga hayotiy maslahat degan ekanlar. Kitob o'qing deb maslahat berishgan ekan. Shu Einstein aytadi, umrimning oxirigacha bu narsa yetdi. Bo'ldi, umringiz oxirigacha keyingi umringizga ham kerak bo'lsa yetadi ilm olish. Endi o'zingizdan yosh bo'lgan insonlarga qanaqa maslahat bera olasiz? O'z yuragingizdagi maslahat. Nima qilasizlar? Shu kasb olasizlar, hunar olasizlar, ilm olasizlar, odob olasizlar va otani va onani obro'sini ko'tarasizlar. Bu lekin hech bir narsa kitobsiz hech iloji yo'q. Kitob bu bepul ustozdir. U sizdan hech qanday minnatdorchilik istamaydi. Kitob har daqiqa o'qigan sayin senga donolik berib boradi. Kitob jonlidir, usti teri qoplangan, miyasi bordir. Kitob senga sirli narsalarni jim aytib beradi. Odamni to'rtta so'zda, gap so'zlardan kimligini, qanaqaligini bilsangiz bo'ladi. Ko'zlarga e'tibor bering. Johil insonlarning ko'zlari so'nib turadi. Yaxshi insonlarning ko'zlari yonib turadi. Sizda yorug'lik bor. Keyin sizga yomonlik qilgan insonlarga bilib olinglar. Baxtli bo'ling deb gapiringlar. Nima uchun bilasizmi? Agar baxtli bo'lganida edi, sizga yomonlik qilmagan bo'lardi. Shuning uchun keyin hamma narsani tinchlik, ovoz, suvdalik. G'am tashvishlarga e'tibor bermanglar. Nima uchun? Bo'lish kerak edi. Qaytib borib iloji bor. Lekin shu g'am tashvishlarga ham aql bilan yo'lga chiqsangiz, ko'proq natijaga erishasiz. Hayot g'am tashvishlari xuddi to'fonga o'xshaydi. Agar oyog'ingizda tikka turib bersangiz, tez orada tarqab ketadi. Endi uning uchun tikka turish ham ilm kerak-da. Yo'qsa sinib, pachag'inglar chiqib ketadi.